hech qachon uyingizga quruq kirmang. Hatyabi magazindan ikkita non go'cha ham olib kiring, ana ko'rasiz uyingizga qanday baraka kirishini. Ana siz ikkita non oldingiz deylik. Lekin napitka oldingizmi? Sarig'idan, ko'kidan, qorasidan oldingizmi? Oling. Napitka oldim bo'ldi demoqchimisiz? Yo'q. Farzandlaringiz, onajonlaringiz uchun sifatli shirindan shakar, trenddagi shirinliklaridan oldingizmi? Olmadingizmi? Ahmoq ekansiz. Bo'ling, shoshiling, hoziroq oling. Gap yo'q. Hammasini zo'r qildingiz. Lekin ehsonlik berdingizmi? Bermadingizmi? Bering. Ehsonni mukofoti ehson deyishadi. 10 ming kam. 100 ming bering. 10 mingni ham bering. Ana ko'rdingizmi? Sizning uyingizda endi baraka bo'ladi. Va bobi, Ha. malada zo'r ishlayapsan, lekin sifatni aytma. Nimaga? Sifat o'zi shundoq ham zo'r sotilyapti. Sani sotilmagan mahsulot bilan ehsonga kuch ber. Marketing qanday? Marketing zo'r, pulni ber. Bo'l. Sen Ber. ber ehsonlik. Yoqqa ber. Men sen uchun qildimmi?